Ve naq 4 ta mashinada plita kelibdi batga. Do'stlar, assalomu alaykum. Farg'onada joylashgan obyektimizga katta miqdorda temir beton plitalarni jo'natganmiz. Aka, siz quruvchisiz, bilaman. Mana shu videoga bitta like bosib qo'ying. Sizga foydali ma'lumot ulashyapman. Mana shunaqangi sifatli, montaj qilganda o'rtasi lapanglab qolmaydigan, davlat standartlariga javob beradigan temir beton plitalarni qayerdan topish mumkin? O'zingiz ayting, albatta Rivoj 98 dan. Murodjon aka, hozir biz necha qavatli bino bo'ladi shunda? 9 qavatlik 3 ta blokimiz bor. Hozir bu birinchisini boshladik. Keyingi 9-qavatgacha bo'lgan jarayonda qaysi temir beton plitalardan xarid qilmoqchisiz? Xudo xolasa o'zlari. Rivoj 98. Do'stlar, ushbu obyekt juda ham katta ekan. Murodjon akamiz aytgandek, 9 qavatli binoni birinchi qavatiga katta miqdorda temir beton plitalarimiz yetib keldi. Xudo xohlasa 9-qavatigacha bizdan temir beton plitalarni xarid qilishmoqchi. Siz ham shunaqa obyemingiz katta bo'lsa, qayerdan olishni, qayerdan ulgutib berishni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta Rivoj 98 ga murojaat qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, ushbu videoga like bosib, quruvchi akalarimizga jo'natib qo'yishlaringizni xohlagan bo'lardik. Mana shunaqangi sifatli temir beton mahsulotlari albatta Rivoj 98 da.